Xo'p, 10x'lardan boshladik. Trekerlarni qisman oldik. 10x'lardan boshladik. 2025 kraskasi top-toza, to'rt yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Oynalarga sonsiz ashtalar tortib qo'yilgan ekan. Pozitsiyamiz 6-pozitsiya, 27807 km yurib o'tibdi. Sonsiz ashta qilingan, yumshoq balon qo'yilgan, polik qo'yilgan. Gazi yo'q. Gazi yo'q. Benzinda. Pulichi? 15 mingdan ozgina o'tib beradi. 15 mingdan o'tib berasizlar. Ha. Tushunarli. Bu ham sizlarmi? Bu ham bizdan 2023 yilda ishlab chiqarilgan. 24? 23 ga 24. 15904 km yuribdi. 3-pozitsiya ekan, ha? 3-pozitsiya. Kraskalari toza. Aha. Qilingan ishi chifoli poligi qilingan. Oldiga tumanka, abitotlar qildi. Hop, pulichi? Buni 11700 dan o'tdi. Gazichi? Gazi yo'q. Benzinda bu. Benzin. 11700. Yo, bular sotuvda mashina turadigan mashinalar. Bu yerda shunaqa ekanda. Bunisi-chi? Bunisi 39 ming yurgan, yumshoq balon, chifol polik, propan gazi bor. Yilichi? Yili 23. 2023 ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, 39 ming yurgan. To'rtta yumshoq balon, chexol poliklari qilingan. Gazichi? Bor. Gazi bor. Propan, ha? Pozitsiyamiz 3-pozitsiyada ekan. 39120 km. Kovrik, chexollari aytgandek bor ekan. Old tomondan ko'rinishlari. Pulichi aka? Buni ham 11700 dan o'tdi. 11700? 700 dan o'tdi. 11700 dan beramiz. Pozitsiyamiz 3, mexanika bo'ladi, atmosferli motor bo'ladi. Xo'p, bu hamchi? Yo, u narigi bolalar. Xo'p, sizlardan emas, ha? Endi bularga telefon raqamini aytib qo'yamiz aka. 97lik 97lik 324 23 30. 23 30 raqamlariga aloqa qilsanglar, mana shu uchala mashina hozir to'rtinchisi ham bor ekan. Ma'lumotlarni aytib o'tdik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyingisi-chi? Mana 2025 33 ming yurgan. 25 33 yurgan. Kraskasi toza. 33 ming yurgan 25. Pozitsiyasi 3. Gaz qo'yildimi, qo'yilmadimi? Metan? Aha. 36711 km yurib o'tibdi. 3-pozitsiya mexanika bo'ladi. Atmosferli motor. Kraskasi toza 25 dan. Pulini nech pul deyapsiz? 12400 dan o'tib beramiz. 12400 dollardan o'tib beramiz deb aytilyapti. Buniki 97lik telefon nomeri 235 37 10. Eshitilarmi? Kimga qiziq bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqa chiqasizlar, akalar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza 10x avtomobilimiz. Pozitsiyamiz 4-pozitsiyada ekan, chexol kovriklari bor. Propan gaz balonlari qo'yib qo'yilgan, kraskasi top-toza, yurgani 104.613 km bo'lib o'tibdi. Pulini nech pul deysiz? Pulini 12200. Navbatdagisi 23 ga 24. 17500 km yurgan deyapti. Kraskasi toza. Hop, 3-pozitsiyada 17598 km. Chexol yo'q ekan, ko'ringlar qo'yib qo'yilgan ekan. Gazi bormi aka buni? Gazi yo benzindami? Pulini nech bilyapsizlar? 11700 dan tushib beriladi deb aytilyapti. 3-pozitsiya. Mexanika atmosfer bo'ladi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza. 62997, 63 ming yuribdi. Chexol ko'riklari bor ekan. Pozitsiyasi 3-pozitsiya avtomobil. Gazlari ham qo'yilgan, ha? Metan, propanmi? Propan gaz balonlari bor ekan. Yumshoq balonlari bor ekan. Pulini nech bilyapsiz aka? 11500 dan o'tib berasizlar. Xo'p. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 48 ming yurgan. Pozitsiyasi 6-chisidan. 47712 km. Gazichi aka buni? Benzinda. Bu nech pul? 13300 dan o'tib beramiz. 13300 dollardan o'tib beramiz deb aytilyapti. 6-pozitsiyadagi
12 avtomobilimiz. Hop, 1, 2, 3, 4 12 ga bitta telefon raqami aytamiz. 93lik 910 910 06 06 60 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 1, 2, 3, 4 ta. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Monza avtomobilimiz. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. Tayyorlovka ruxsatnomalar necha oy? 2 oy qoldi xolos. Xo'p. Do'stlar, Monza'ning salon holatlar ko'rinishlari. Avtomobilimizga gaz o'rnatilmagan ekan, benzin ekan. Pulini nechta deyapsizlar? Puliga 16300 deyapmiz. 16300 dollar deyapsizlar. Bozor so'ramadimi? Bozor Tushunarli. Telefon raqami aytib qo'yaylik. 77 77 bilan 159 159 67 77 67 67 77 77 359 67 77. Shuna bo'lyapti? Aha, shuna. 2024-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz. 6-pozitsiya Redline'dan, 7 ekani. Xo'p, kraskasi toza, gaz, benzin, Gaz propan 65 talik. 65 talik propan gazlari. 14700. Xo'p, 54184 kilometr yo'l o'tibdi. Redline pozitsiyasi oxirgi 7sidan. Diskalari, bakoylari qizil bo'ladi. Lyuk, podogref ham yo'q bor. Propanlari ham bor. Xullas kalom, en full pozitsiyasi. Narxlari ancha-muncha tushib qopti. 14000 qancha dedingiz? Ozgina sunnatga o'tib beriladi. Xo'p, yana mashinalar bor, ha? Aha. 773 11 11 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Avtokor Andijon.